Uyghur xalqining qalb to'ridan cho'nqur o'rin olgan vatanimiz diniy ma'rifidagi haramas ustoz Mamtiminjon domollam Xitoy zindonlarida shahid qilindi. Ustoz Mamtiminjon domollam Abdullakim Mahsum hojimning madrasasida ilm xatmi qilgandan keyin izchil holda vatanimizning har qaysi shahar noyalarida nuqtaliq shogird tutib o'qitish ishlar bilan shug'ullangan. Mamtiminjon domollam 2014-yili 11-oyda G'o'ljida tutqun qilinib, 2015-yili 10-oyning 26 kuni qo'yib berilgan. 2016-yili 2-oyning 3-i Guma Ko'kterakdagi uyidan qayta tutib ketilgandan buyon hech qanday izdiriki bo'lmagan. 2-3 kun burun vatandan kelgan xabarlarga asoslanganda marhum ustoz Xitoy zindonlarida shahid qilingan bo'lib, oilasiga faqat telefon orqali xabar qilinganligi ma'lum. Ammo qaysi turmada, qaysi tarixda shahid qilinganligi aniq emas. Belgiyaning poytaxti Bryusselda yuzlagan kishi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish va qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkazdi. Bryusseldagi markaziy vokzalning oldida yig'ilgan Belgiya Uyg'ur jamiyati va turk ommaviy tashkilotlari Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostirish, zulm va qirg'inchiliklarga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishga qatnashgan 300 dak kishi Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilikni to'xtat va yig'ilish lagerlari taqalsin degandek shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan edi. Namoyishda inglizcha, fransuzcha va flamandcha bayonot e'lon qilindi. Bayonotda taxminan 3 milliondek Uyg'urning Xitoy tarafidan yig'ilish lagerlariga qamalganligi, Xitoyning bo'lsa bu lagerlarni dunyodan yo'shirishga urinayotganligi tilga ilindi va buning og'ir kishilik huquq tajovuzchiligi ekanligi ta'kidlandi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida dunyo miqyosida kishilik huquq daxl-taruz hokimiyatlarini qo'llaydigan bir qism Xitoy texnika shirkatlarining xodimlariga viza cheklamasi qo'yganligini va Amerikaga kirishni cheklaganligini e'lon qildi. Viza cheklamasi va cheklashning Xitoy Kompartiyasi hokimiyatining kishilik huquq dafsanchiligini qo'llaydigan bir qism xaviy xizmatchilarga qo'llanganligini bayon qilgan Pompeo, bu shirkatning Xitoy hukumatining nazorat qilish quroli ekanligini, siyosiy o'qituvchilarni tekshiradiganligini va Sharqiy Turkistondagi jazo lagerini qo'llaydiganligini bayon qildi. Bayonotda mundaq deyildi: Huawei'ning bir qism xizmatchilari kishilik huquqqa daxl-taruz qilgan Xitoy Kompartiyasi hokimiyatini moddiy jihatdan qo'llaydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi telegraf shirkatlari bu uchurni o'ylashi kerak. Agar Huawei bilan savdo qilsa, ular kishilik huquqni dafsanda qilguvchilar bilan savdo qilgan bo'ladi. Angliya davlat mudofaa ministri Ben Wallace o'z davlatining diplomatiya siyosati va bexatarlik mudofaa siyosatiga qayta baho berish orqali Rossiya bilan Xitoyning olam tinchligiga solgan tahdidiga taqobil turish iqtidorini oshirganligini bildirdi. Wallace yakshanba kuni gazeta Telegraf gazeti uchun yozgan maqolasida bu hafta Rossiyaning sun'iy hamrohda qurol alohidligi bor raketani sinov qilib, bo'shliqdan tinch foydalanishga tahdid selish o'z davlatimizning bexatarligiga tahdid ilib kelganligini bizga eskartdi dedi. Davlat mudofaa ministri Xitoyning hujum qilish maqsadida olam qurollarini taraqqiy qildirayotganligini va ikki davlatning bu sohadagi iqtidorini oshirishga tirishayotganligini ilgari surib, bu xil ahvolda Angliyaning hozirgi siyosatiga tusish kirgizishning naqadar muhimligini o'tirib qo'ydi. Angliya pochta gazeti yakshanba kuni bosh ministr Johnsonning Angliyaning Xitoy va Rossiyaning tahdidga qarshi xiyonatchilik qonuniga tusish kirgizganligini, xiyonatchilik va josuslik qonunining chiqarilganligini va rasmiy maxfiy uchur qonunining qayta yozilganligini o'tirib qo'ydi. Xitoy virusi bayqalmagan Shimoliy Koreyada tunji qatim bir kishi virus bilan yuqumlangan degan gumon bilan qo'lga olindi. Pyongyang hukumati Kaysong shahrida jiddiy ahvol e'lon qildi. Shimoliy Koreya davlat agentligi chegaradagi Kaysongda Koreyadan qonunsiz kirgan bu kishining Xitoy virusi gumoni bilan qo'lga olinganligini e'lon qildi. Choshan rahbari Kim Jong-un partiyasi bilan ko'rishib, Kaysong shahrida yuz bergan jiddiy voqeani muzokara qildi. Agar bu gumondarda virus bayqalsa, bu Pyongyang hukumati tomonidan rasmiy qabul qilingan tunji yuqumlanuvchi deb xotirlandi. Yana bir tarafdan Ispaniyaning bexatar davlatlar tizimligidan chiqarib o'tgan London hukumati tadbir qo'llansa, ikkinchi qatimli Xitoy virusi yuqumi to'lqini yuz beradiganligini e'lon qildi.
Angliya Tashqi ishlar ministri Dominik Raab İspaniyaning 14 kunlik karantin kechirim qilingan davlatlar tizimligidan chiqarib etilishi kerakligini o'tirib qo'yib, agar tadbir qo'llanmasak, biz Xitoy virusi yuqumida ikkinchi to'lqin va yangi karantin davrini boshdan kechirishimiz mumkin dedi.